Obunachilar, hammalarga assalom, yoppasiga assalom. Bugun sizlar bilan yana men o'sha Ali Gamer bo'ladi. Nima tez chiqyapti video deyapsizlar-ku, to'g'rimi? Shunaqa deysizlar-ku, to'g'rimi? O'sha joyimizda qotib turibmiz, e'tibor bermaylik. 2-3 kun ichida 20 ta like, 1-2 ming prosmotr, 31 ta obunachi bo'lib ketdi. Men o'zimdan ketib qolay dedim obunachilar. Unaqa endi odamni ham o'ylaylar, azincha bu nima deb o'ylaydi bu? O'zidan ketib qolmaydimi bu? Bunaqa xursandchilik hech kim xayoliga ham sig'dira olmasa kerak obunachilar. Men sizlardan juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Telegram kanalda tabriklab qo'yganman. Telegram kanaliga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Boyagi zombilar o'tgan safar ko'rsatganim zombilarim hali ham shu yerda yurgan ekan, poylar. Vyjivaniyani endi 20 ta like qilib tashlabsizlar, men nima qilaman? Va'da berganman, majburman chiqarishga. Endi davom ettiramiz, nima qilamiz yana? Ayollarda men unaqa ko'ruvdim-da, temirlar. Qaysi tog'da ko'rganim ham esimda yo'q. Bunaqa xursand bo'lganimdan qaysi tog'da nima ko'rganim esimdan chiqib qoldi. Lekin bir haftadan keyin oldim baribir. Chunki men har hafta video chiqaryapman, bu menga normal anaqa bo'ladi. Nimadirda shu yerga yaqinlashmay qo'y qolaylik. Kunduzi chiqishini mana shu tosh kovlab kuta qolaylik, obunachilar tinchgina. Mayli, tosh kovlab sekingina kutamiz-da shu. Ana ertalab chiqsam ham qorli ham yo'q bo'lsa yaxshi bo'lardi. Kravat yasash kerak. Bu yerda ham kovlab bo'ldi. Endi anatga borib zombilar bilan bitta jang qilib kelamizmi? Creeper borda, Creeperdan qo'rqaman. Joy zombilar birtayman-ga, chochib tashlayman, yeshdi hamma yoqqa chochib yuboraman. Prosta Creeperdan qo'rqaman-da, prosta bitta portlab bersa jonimni ham to'ldirib ola qolay. Obunachilar men bunaqa deb вообще xavotircha qilib tashlamayman men. Hozir jon to'ldirishga ovqatdan to'ldiraman. Lekin o'lishga haqqimiz yo'q bizani. O'lishga haqqimiz вообще yo'q. Qor asabimni buzyapti dedim. Temir azgincha bo'lsa ham asabimni, kayfiyatimni ko'tardi azgincha bo'lsa. Lekin bunaqa prosmotr yig'iluvdi umrimda birinchi marta. Jami videolarimni prosmotr 1,5 mingdan oshibdi. Xudoga shukr, bunaqa prosmotrni obunachilar tushunmadimi? Nima klaviaturani ta'siri bo'lyaptimi-kan obunachilar? Nima deb o'ylaysizlar? Klaviaturani ta'sirimi yoki montajni ta'sirimi yoki nimani ta'siri? O'zingizlarni izohda fikringizni yozib qoldiringlar. Men hammasini 100% o'qiyman, 100% javob qaytaraman. Javob. Komment yozinglar, kommentni to'ldiringlar, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. O'zi ham barakali kon bo'pti bu ham. Juda ham kech tushib ketdi-yu, men ertalab bo'lyapti desam, bu kechqurun bo'layotgan ekan. Bo'ldi, men qilich olib qo'limga, qattandir men ovqat topmasam qoladi. Sarg'ayib ketgandim. Sekin astalik bilan qorga tushib ketmasdan, sekin anaqa daraxt chopishimiz kerak. Eshitdinglarmi? Duxim ham yetmayapti, o'zim ham yetmayapti-da. Shuncha yo'lni qanaqa yo'l bosib kelaman men? Ko'rdi bizani. Ke balakay. Skelet bo'ldi. Men duximni shu yerga tashlab qochaman, bo'ldi. Men bilmayman, dux vagon endirmen bo'ladimi? Ender dragon bo'lmaydimi? Baribir qochaman. Va tushmashdi. Men bu taraflar xavfsizga o'xshayapti. Xavfli bo'lmasa agar. Ben qo'rqib qoldim. 9 ta jon emas, jon to'ldirishga jon yo'q. Jon to'ldirishga jon yo'q deman. Jon to'ldirishga ovqat yo'q. Gitler. Dum, kelishi shart. Voy, obunachilar hozir. Bitta skelet o'q otsa bo'ldi, men tugadim men. Men tezroq mana shu nimadir qilib qayoqgadir kirib ketishim kerak, men kon kovlab. Bu kechqurun menga yoqmayapti, cho'ti. Вообще yoqmayapti. Kechqurun bo'lishi yoqmayapti. Biz juda o'ta qiyin biyomlarga tushib qolamiz. Qorli biyomga, voy. Minecraft bizani qiyin qo'rqolmadi yaxshi.
tushib ketsam nima bo'lar ekan? O'laman o'sha. Lekin professional suv bor ekan. Pechkani qo'ymabdi, daraxshab eritib olaymikin, ha? Точно shunaqa qilaman. Tugadi. Bulardan nima ham chiqadi-ya? Lekin 6 ta, bundan ko'pgina taxta chiqadi. Taxta chiqadi, keyin 3 ta pechkani bunday va mana qo'yib olamiz. Keyin pechkalarni ochib, qaranglar, bularni 3 ga ajratish kerak. 8 tadan, deb 8 tadan. Buni ham 3 ga ajratish kerak. Bitta ortib qolayotgan ekan. Mayli, mana shunga bitta qo'shib yuboramiz. Ronda bo'lar ekan. Bunga ham voy. Qorli biyom tog'lidan kelyapman. Mana tog'li bunda o'rab olganda meni. O'tda Misr biyomda paydo bo'lib qolman. O'zi ham bir marta shu aynan mana shu videoda shunaqa biyomda paydo bo'lib qolman. Bilib olinglar. Qorli biyom odamni qiynaydigan biyom hisoblanadi. Ayniqsa daraja oshgani sari jon ko'payadi degan videoda bu qanaqa qiyin bo'ldi menga. Bu yoqqacha kelish. Tushunasizlar. Voy, bir kun o'tib ketyapti. Kechqurun tushyapti, kechqurun. Hozir bitta temir topdim. 4 ta temir topdim. Zo'rg'a kirkam yetkazib yuribman. Qornim ochdi, qo'y nima qilay endi. Urib o'ldiraman deyman seni. O'ldir. Bitta u qornim och, tushunmaysanmi? Minecraft asincha o'yinchilarga rahim qil, azgincha. U qornim och, jonim kam, o'zi 9 ta jon, 10 ta ham emas, abikni. Gapimizni eshitdi shekilli. Bu daraja. Tezroq daraja to'playlik. Mana shu qorli biyomlardan ham chiqyapmiz. Lekin aksiga olib quyosh ham botyapti. Shuni ol, qo'yla. Kirkada qo'yla shartmi seni. Qo'llab chiqib turamiz. Xudoga shukr, qorli biyom tugadi va shunga xursand bo'lmayman. Qorli biyom tugadi. Aslida izlari bor endi, mayli. Zato chiqyapmiz qorli biyomdan. Hali bu yoq ham qorli biyom bo'lmasa 5 chankda ko'rmaydi-da. 5 chank endi вообще mayli. Hozir temirlarni eritmoqchidim, men xavfsiz joyda. Bu xavfli joy. Ustiga o'lsang mashta paydo topdim. Mashta paydo qiladigan bo'ldi. Mashta spawn point qo'ydim men. Mashta spawn point qo'ydim. Adashmasam, qani? Bo'ldi shekilli spawn point bo'ldi. Yomg'ir nastroyeniyam buzadi, obunachilar. Bularni taxtalarni 3 ga ajratib qo'yib chiqaman. Bo'ldi hammasini. Yo'q. Buni yoqdim. Buni ham 3 ga ajrataman. Buni yoqdim. Kim biladi, Minecraftda yorug'likni ko'rib zombiylar kelmaydimi? Agar bilsanglar kommentariya yozib yuboringlar. Shuni zombiylar ko'rmayapti, hozircha qo'yadi. Kelsa ham mashina bilan kallasini chaq solaman, o'tiradi. Kallasini o'sha bansaga. Bansaga doktor kim soldi kallangga? Desha Ali Gamer jahlim chiqarib qo'ydim. Shuncha yo'ldan kun botguncha, kechqurun tushguncha yo'l bosib keldi. Kallamga bir soluvdi, miyam gangib qoldi dedi. Doktor ham o'shancha Ali Gamer bilan o'ynashma. U juda ham qat'iyatli anaqa gamer dedi.
bo'pti bu temirni pishyapti obunachilar shu qorli biyomda, lekin temir ham ko'p ekan, zarari ham ko'p ekan. Zarari bilan temiri ko'p ekan. Yetdimi? Bo'ldi obunachilar, biz tushunib bo'ldik. Ertalab bo'lishini kutamiz. Уже kech ertalab tushyapti obunachilar, hammasi yonib tugab bo'ldi. O'rgimcha yo'qoldi. Tasqara bashara, sani hech baloying kerak emas, bizga faqat darajang kerak bo'ldi. O'zing ketaver. Sendan hech balo so'ramayapmiz bizga. Tavba. Bunaqa ham bo'ladimi? Aytganda bu anaqadan ham olsak daraja beradi bizga obunachilar. Va nihoyat 10-daraja. Va nihoyat uzoq kutilgan onlar. Verstak qo'yish kerak. Verstak qo'yamiz bu yoqqa. Taxtamiz bormi? Taxta ko'prikli qalqoyasimi? Ana krepper tag'in bizani bir yo'lik qilmasin, baribir mashta paydo bo'lamiz-ayu. Mayli ku, lekin baribir endi obunachilar joy unaqa riskovat qilish kerak emas. Qaysi aqlim bilaman daraxtni kirkada ko'laver. Aytinglar, qaysi aqlim bilan? Obunachilar juda ham xursand bo'lganimda bunaqa 1000 dan oshib ketganiga prosmotr xursand bo'lib ketyapman-da obunachilar, nima qilay? Chalib qolaman bunaqa. Turkimi? Qurbaqa deb o'ylayman. Aktiv qo'lim yetmayapti deb. Mayli, shu 8 ta taxta ham yetib ortadi. Tezroq chiq, millamasdan. Buni endi taxtaga aylantirdik. Endi qalqonni qanaqa yasalishini bilasizlarmi? Bitta buni olib, bundoq qilib, ana. Atigi bitta donaki qolib, biz yana bundan tashqari 23 ta qalqon yasasak bo'ladi, tushunasizlarmi? Bo'ldi, bizani anaqamiz bor. Endi bundan bronya yasasa ham bo'ladi. Birinchi o'rinda, birinchi o'chirtdi. Mana. Ana. Shlyapa, bosh kiyim qanaqa yasalardi? Ana. Bosh kiyimni ham yasadik. Endi oyoq kiyim. Xo'sh. Yetdi. Voy, atigi bitta. Qani hamda bormi? Voy, Xudoga shukr, obunachilar. Xudoning rahmi kelibdi bizga. Voy, yetdi, hamma bronyamizga bor obunachilar. Bo'ldi, endi biz o'zimizni himoya qila olamiz. Bularni kiyish kerak. Qale. Zo'r askarga o'xshadimmi? Xo'sh, endi buni qanday dirit yerma qotdi, yer qayerda ishlatib yuboramizmi? Ishlatib yuboramiz dakanishni. Anaqa ham davay kirka yasaymiz bunga. Bitta qopdi. Lekin o'sha qorli biyomdan ancha-muncha temir olish kerak edi obunachilar. Lekin yaxshi ish qilmadik. Qorli biyomimiz yomonlab qo'ydik. Qorli biyom, sen yaxshisan, xavotir olma. Sendan ancha-muncha temir topdik. O'zi qorli biyomda ko'proq temir bo'ladi. Yerli, oddiy bunaqa yerli biyomda vaqti kam, topish qiyin. Mayli, sizni sarguzashtni davom ettiramiz. Menimcha yana qorli biyomlar boshlanadimi deyman. Ayoqdan hozir uchib keldim. Bu yoqqa sirpanib yana qorli biyomlar boshlanyaptimi deyman. Lekin boya jitil ko'rib qoldim obunachilar. Davay 22 chanka chiqib ko'ramizmi? Qayoqda anaqa qishloq borligini. Qishloq topsak lekin zo'r bo'lardi. Galimimizni himoya qilardi. Azgincha bo'lsa ham himoya qilardi. So'ng trep bilan o'zimiz yetimiz-ayu, lekin bizani azgincha bo'lsa ham himoya qilardi galim. Galimga rahmat. Uni o'ldirmay turamiz. Agar yonida yana bitta qishloq bo'lsa, o'sha yerda galimini o'ldiramiz. Keyin bu men bilan ishlataveramiz. O'sha o'tda galimini o'ldiramiz, keyin agar ikkita qishloq bo'lsa, bir xillarda ikkita qishloq bo'lib qoladi-yu, qishloqning yonida qishloq bo'ladi. Shunda shunaqa qilamiz dedi onda. Tepaga hozir chiqib olaylik, mana shu tepaga.
Sakrab qo'yib, chiqib olamiz, bo'ldi. Obunachilar, yana qorli biyom boshlandimi deyman. Bu to'chni qorli biyom obunachilar. Biz xato yo'ldan yurib qo'ydik. Qor yog'yapti. Mana hozir sari oqardi-ya bu. Oqarishni boshlayapti. Mana qo'rqitib yording, sekinroq chiqsin, o'lasan. Yo'q, tuflashadi endi. Endi tuflashadi. Baxkellaring. Duqchalaring yetadimi? Nasanga. Tuflashadi, yetadimi? Men bittada chochib qo'yaman. Daqqa sanmi deyman, meni boya o'ldirgan. Daqqa san. Daqqa. Naysa. Kallingga. Voy. Yo'q, obunachilar. O'liydi deyu biza. Ke davay. Ikkiga turishaman. Lekin boyagi joyga spam point qo'ygandim. O'lib qolmasam bo'ldi. Obunachilar juda ham qo'rqaman mana shu. Qani tirilchi? Qayerda tirilishini ko'ramiz. Qayerda? Boyagi birinchi joymi yoki? Boyagi spam point qo'ygan joyim. Tana olmayman, deyman. Ko'choti yomg'irga aylandi. Bilmadim, negadir chaynadim, bilmadim. Chunki boshida paydo bo'lib qolmadi. Yo'q, creeper. Yo'q, kerak emas. Aslida ayolada o'ynab turinglar, hopmi? Aslida shu ashada o'ynab turinglar. Ashada devordim. Tag'in anjolli deb o'ynamanglar. Hozir toshkentliman video. Sarli nimasanlar, balo misallar orqadan kirib kelyapti. Azgincha birga bir urishlaring. Ayolda kirib yuribdi. Obunachilarning nimayman jinni shunaqa video olaman. Obunachilar hammasi sizlar uchun kirib like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnat ketdi, shuncha meni taqib turishyapti. Hozir siladi o'sha. Qoringa. 1 hour later. Ovqatdan topildi. Sekingina kelib, puchu o'qib, paqib olamiz. Boy ekanmiz-da. Faqat azgincha sekinroq harakat qilish kerak. Obunachilar, bularga sekinroq harakat qilmasak jonimizdan ketadi. O'zi jonni zo'rg'a. Yo'q. Shoshilmasdan o't. Sakra. Shoshilmasdan, sekin. Bog'bonlar qanaqa shoshilmasdan o'tadi? Shunaqa o't. Davay, alaylar. Voy, sekinroq. Voy. Jonimizni ketkazmadi. Ammo bolasini. Bolasi jon ketkazmas ekan. Bo'ldi, ketdik. Obunachilar bo'tdan. Yay! Yo'qol. To'xta. Hammasini sindirib olib chiqsak bo'lmaydimi? Boshidan shunaqa qilish kerak edi. Obunachilar, men konga tushaman. To'xtanglar obunachilar. Video o'z nihoyasiga yetganini sizlarga aytib qo'ymoqchi edim. Obunachilar, hammangizga video yoqdi degan umiddaman. Bugungi video ham unchalik zo'r chiqmadi deb o'ylayman, chunki o'zimga ham o'tgan videodagi gap bo'lyapti, o'zimga ham unchalik yoqmadi. Juda ham rejada yomon narsalar bo'ldi. Shuning uchun hammangizdan uzr so'rayman. Obunachilar, hammangizga xayr. Bu videoda kelinglar 25 ta like qilinglar. 25 ta like. Sizlar вообще tezroq yetishasizlar. Sizlarga ishonaman. Like'larni tartillatib bosganda ham like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentlarda yozib izoh o'zingizlar fikringlarni yozib qoldiringlar. Hammangizga xayr. Hozir
Mana bitta hozir zombi bolachasi meni o'ldiradi. Yo'q. Ay. Qarasan. Shift bos. Obunachilar, mana shuni o'ldirib oling. Obunachilar, hammalarga xayr. Ko'rishguncha. Obunachilar, agarda birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, videoni mana shu ekranda chiqqan havola bilan Telegramga o'tib bu modni topishingiz mumkin va yuklab olishingiz ham mumkin. Hammalarga xayr, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.